Cho'sh qizim, basseyn deb uyda bir haftadan beri tinmay turgani uchun dam olish kuni 3 ta oila qo'shilib dachaga dam olishga yo'l oldik. 1,5 soatga qolmasdan bochkaga yetib oldik. Dachamiz shundoqqina bochkani orqa tomonida joylashgan ekan. Dachaning nomi Luxury Village, ya'ni 3 o'rinli 3 ta dacha qo'shilib qurilgan ekan. Shu sababli trio deb nomlashibdi. Ishlarimizni olib kirib qo'ydik va ichkariga sekin kirsak, o'zi hammaki bo'lgan ekan. Faqat biz qopmiz, qizni sekin pastga basseynga tushib ketishyapti. Va bu katta qizim boshlab berdi. O'tgan yil suzishga qatnagani uchun 2 metrli chuqur basseynga bemalol suzyapti. Sendan keyin bolalar qorni ochib qolgan ekan. 15 ta bolani yedirib ichirib uxlatib, men mashallah bemalol marojniy time qilib, gaplashib o'tirdik. Bu o'sha boshda ko'rsatdik birinchi etaji, kuxnya, hol, PlayStation, katta stol, pilar, tomoshin divanlari, xullas juda ham uyutli. Bittagina spalniy bor ekan, o'sha yerda biz dam oldik. Lekin spalniyalar luxury bu videoga olmadim. O'zi gaplashib o'tirib 2-2,5 uxlagandik. Bu kishim 6 bo'lmasdan turibdilar. Kecha ko'ra olmagani uchun qorong'u bo'lgan uchun ertalab turib hamma yoq razvedka qilib turibdilar. Baqir-chaqir yig'isi hammani uyg'otmaslik uchun pastga olib tushib basseynga solib qo'ydim. Charchasam uxlaydi bo'lganim 3 choynak ham sanaman. Shunda bittasini ulgurib uyg'otib olib chiqdi. Bu ikkinchi butenlik o'rtog'imning o'g'li. Shunaqa so'zladi, xuddi balu buni oldida xo'jalat. O'g'lim jim turibdi, agar cho'kib ketmasa sekin men ham harakatni boshlayman deb. Orada 3 yoshli qizim uyg'onib qoldi. Ukasini basseynda yurganini ko'rib, sirraza cho'milib basseynga tushib ketdi. Ikkalasi mazza qilib, zavtrak tayyor bo'lguncha basseynga tushishdi. Zavtrakning shunaqa til, sir, afsonali kasha, mevalar. Zavtrakdan keyin bolalarni toza havoga ko'chaga olib chiqdik. Mana o'rtoqlarning bolalari o'rtoq bo'lishdi, bahona tanishib olishdi. Keyin biz adamiz bilan sekin tashqariga orqa tomonga o'tdik. Bu yerda chiroyli fotosessiyali videolarga oldik. Bu dachaning orqa tomon ko'rinishi, letniy basseyn, gap bo'lishi mumkin emas. Havoni va shu gapirmasa ham bo'ladi. Darcha o'tsak, orqada futbol zonasi ham bor ekan. Bu yerda bolalar mazza qilib yugurib o'ynab, otasi bilan tennis o'ynashdi. Bitta kopto olib bormagan ekanmiz, futbol o'ynamadik. Havo lekin juda zo'r, yengil. Darcha o'tsak, orqada vidni o'zinglar prosta tomosha qilib yolg'onsiz qilmayman. Sekin ichkariga kirdik. Ichkarida karaoke aytishdi, PlayStation o'ynashdi. Xullas obedgacha mazza qilib vaqt o'tkazishdi. Bolam karaokeni birinchi marta ko'rgani uchun juda ham qiziqib qoldi, lekin aytgisi kelmadi, uyaldimi bilmayman. Undan keyin o'zi tutishga tushib ketdi, DJlik qilib ketdi. Xullas kirishib ketdi. Karaoke bunga juda yoqdi, sevdi. Prям qizim mazza qilib o'rtog'im o'g'lini o'ynatib o'tiribdi. Keyin boya ko'chaga chiqib kelganimizni eshitib, men ham chiqaman deb qoldi. Ukasi bilan birgalikda yana boshqatdan bularni futbol maydoniga olib chiqdim, o'ynab kelishdi, mazza qilib, charchab, qorni ochib ketdi. Qorni ochgandan keyin ichkariga olib kirsam, o'sha obedga shashlik tayyorlashayotgan ekan. Shashlik tayyorlanish jarayonini ko'rib, ichkariga biz sekin kirdik. Shashliklarni olib kelishdi. Bolalar mana mazza qilib shashlik yeb yurishibdi. Bittasi semichka, bittasi shashlik, bittasi suv. Xullas bayram bo'ldi. Hamma narsa можно bo'ldi. Bugun hamma zapretdagi narsalar можно bo'ldi. Shashliklarni bezatkazishdi. Bolalar bor, piymali, sochli, mazzali shashlik bo'libdi. Adalarini, qo'llari, ko'zlari dard ko'rmasin. Bizga ham tog'li shashliklari shunaqa zo'r ketdi. Shir choylar bilan birgalikda mazza qilib shashliklar yeb oldik. Keyin dam olgan xonamizga chiqdik. Mani xonam Nabit shunaqa chiroyli ko'rinar ekan tepadan. Chinorkentda ko'rinib turibdi. Keyin bolalar basseynga olib tushdik, uxlab qoldi. Mana katta qizim sho'rvada xil pishgan go'shtlar bilan basseyndan keyin yeyapti. Endi bu yerda bizga adamizni mojito tayyorlayapti o'z qo'llari bilan. Metalarni bitta yuvib, Sprite'dan shunaqa zo'r muz solib shashlikdan keyin, sho'rvadan keyin bu mojito yog'li ovqatlardan keyin mojito yomon. Zo'r odam bodri qilishga yordam berar ekan o'zi ham.
ikkinchisini qizim o'zi aralashtirib tayyorlayapti. Bu yerda o'g'lim o'zi bilan o'zi ovora, qo'li shira, apelsin bilan hamma yoqni ushlab chiqdi. O'zi ham mani qo'ldan qoqib ko'rishingiz mumkin. Adamiz pastga tushib ketyaptilar. Birinchi etajda o'tirib hamma ichib oldi. Hamma narsa yedi, mayli endi bayram deb bo'lsin kattalarni yegan marojin so'ng ko'p Rossiyaga yegan uchun mazza qilib bitta selый marojinni bitta o'zi paqillab tushirdi, oyog'ini urib oldi, tomog'i og'rib qolmasa bo'ldi. Shu bilan soat yana 5 ta o'tganda uyga qarab yo'l oldik. Hammaga katta rahmat, e'tibor uchun like bosishni, komment yozishni unutmanglar. Sizlar dachaga oxirgi marta qachon va kim bilan chiqdinglar yozib ketinglar shuni ham.